Sabrina o'zi bizani o'qishda o'qigan va hamma o'quvchilarim o'zim juda ham yaxshi taniyman. O'zi ham Surxondaryolik, men ham Surxondaryoliman. Modellik industriyasida endi kirib kelayotgan paytlari men bilan maslahatlashib har doim ish qilgan va bu narsa hodisa bo'lgandan keyin men bu ishni bilmagandim. Qaysi payt syomkaga borgan payti bu narsani eshitgan paytim shok bo'lib qoldim, to'g'risi. Juda ham og'ir ahvolda ekan, gelik 2 marta ustidan bosib ketgan va matka qismini yo'q qilib yuborgan, ezib yuborgan. Bu juda ham qo'rqinchli holat, chunki ayol sifatida даже aytishi mumkin, bu juda ham qiyin travma, butun hayotini oxirigacha bu narsani miyasidan chiqara olmaydi ham.